Yomon Bo'ldi. Os. Alo. Alo. Alo jon, qalaysan? O'zi kakrassan sonib turdim, bor. Nima qilasan? Bo'pti, mana bolalar kutyapti jonim. Seni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Bolalar? Bolalar? O'rtoq, 1 minutib ketganingga 12 soat bo'ldi. Oramizga tezroq qayt. Biz seni kutyapmiz o'rtoq. Sani sog'inda jiya. O'rning rusi bilan oldi. O'rtoq, 1 yil deganda grantga o'qishga topshirdim. Chet elga ketyapman. Men bo'lsam o'zim biznes almoshdim. Hozir xitoyliklar bilan birga ishlayapman. Ama oila qurib, o'sha birinchi farzandli ham bo'ldim. Men ijodim orqasidan yaqinda Yevropaga tur qilaman. Sen bilan qizurog'ida o'rtoq. Oramizga tezroq qayt. Iltimos. Oradan 5 yil o'tdi. Sen hali ham oramizda yo'qsan. O'qishda отчисление bo'ldim. Yomon odamlarga qo'shilib qolib, kiyib o'tirib chiqdim dori bilan. Men oila bilan ajrashdim. Og'a berakka chiqdim. O'zlab olaman. Mani sindirishdi, brat. Tikilga berilib ketdim. Sen qiynaldim. Oradan 10 yil o'tdi. Ahvol og'ir. Sanjarni ichkilikning orqasidan berib qo'ydik. Og'a beydan darak yo'q. Farhod bo'lsa Sanjarni o'limini ko'tara olmadi. Sanjar o'lmadi. Sanjar o'lmadi. Abdurahim ham qaytadi. Sanjar o'lmadi. Sanjar o'lmadi. Do'stim. 30 yil o'tdi, 30 yil. Oramizda bitta man qoldi. Men hali ham saraton kasalligi bilan kurashib yuribman. Birdan bir niyatim ko'zim ochiqligida seni ko'rib qolsam deyman. Do'stim, qaytgin iltimos. Bu narsa menga armon bo'lib qolmasin. Yo'q. Yo'q. O'tirma. Yo'q.